Jizzax viloyatida zotdor qo'ylarni olib ketayotgan yuk mashinasi ag'darilib ketdi. Olib ketilayotgan qo'ylarning 100 ga yaqini nobud bo'lgani aytilmoqda. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hududida yuk mashina haydovchisining boshqaruvni yo'qotishi natijasida avtomobil yo'l chetiga chiqib ag'darilgan. Oqibatda yuk avtomobilidagi 300 bosh qo'yning 100 ga yaqini nobud bo'lgan. Bu haqda Daryo manbasi xabar berdi. Ta'kidlanishicha, voqea 20-aprel kuni soat 17:00 va 18:00 oralig'ida M39 xalqaro avtomobil yo'lining 971-kilometrida sodir bo'lgan. Voqea guvohlarining so'ziga ko'ra, yuk avtomobili yo'lning qarama-qarshi yo'nalishida harakatlanib kelayotgan traktorga urilgan va ag'darilgan. Voqea joyiga zudlik bilan Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining yong'in qutqaruv guruhi yetib kelgan. Qutqaruvchilarning tezkor harakatlari natijasida yuk avtomobilining tirkamasi maxsus uskunalar yordamida ochilib, 130 bosh zotdor qo'ylar qutqarildi. Afsuski, yo'l transport hodisasida ushbu hayvonlarning bir qismi nobud bo'lgan. Yo'l transport hodisasidan jabrlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Toshkent viloyatidan qoraxoniylar davriga oid xazina topildi. Tangalarda Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli so'zlari bitilgan. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida 427 dona mis tangalar jamlanmasi topildi. Ma'lum qilinishicha, tangalar tumanning Shohruqiya mahalla fuqarolar yig'ini Hosildor mahallasining janubidagi Sirdaryoning o'ng qirg'og'ida joylashgan Shohruqiya arxeologik yodgorligining daryoga tutash jarligidan shu yerli fuqaro tomonidan topilgan. Topilma ko'kimtir tusga kirib qolgan bo'lib, tangalar jamlanmasi mato qopcha ichiga solingan bo'lgan. Qopcha tangalar olinayotgan paytida titilib, kukunga aylanib ketgan. Topilma haqidagi murojaat akademiyaga xabar qilingach, 18-aprel yakshanba kuni ilmiy jihatdan o'rganish maqsadida institutga olib kelingan. Ko'rinishidan zang bosib, ko'kimtir tusga kirib qolgan mis tangalarning bir nechtasi tozalangan. O'rganishlar natijasida ularning og'irligi 4 grammdan, diametri 31-33 millimetrdan iborat ekanligi aniqlangan. Shuningdek, tangalarning har ikkala tomoniga burtma shaklda arab yozuvida matnlar bitilib, bezaklar tushirilgan. Old tomoniga qavariq ko'rinishidagi 2 qatorli 8 qirrali geometrik shakli hoshiya ichiga arab harflaridagi Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli so'zlari bitilgan. Hoshiyadan tashqarida tanganing chetiga ham aylanasiga arab harflarida so'zlar yozilgan bo'lib, ular uchib ketgani sabab nimalar yozilganini aniqlashning imkoni bo'lmagan. Tanganing orqa tomoniga ham qavariq ko'rinishda 2 qator halqa ichiga nuqtachalar tushirilgan bo'lib, hoshiya ichiga 4 tomonidan tashqariga bargsimon bezatilgan kvadratcha, ichiga esa arabiy harflarida Arslon Xoqon so'zlari bitilgan. Tanganing bu tomonidagi hoshiya tashqarisidagi arabiy harflar chekilgan yozuvlar ham o'chib ketgan. Ma'lumot o'rnida mazkur tanganing zarb etilishi davri qoraxoniylar hukmdori Arslonxon Muhammad ibn Sulaymon nomi bilan bog'liq bo'lib, u 1102-1130 yillarda Mavaronnahrni boshqargan. Tanganing zarb etilish davri unda qayd etilgan Arslon Xoqon nomi orqali o'z tasdig'ini topadi. Tanganing tahlili o'sha davrda bu hukmdor Arslon Xoqon deb nomlanganini ifodalaydi. Bu ma'lumot ham tarixni oydinlashtirish uchun muhim dalil hisoblanadi. Topilmalar aniqlangan Shohruqiya yodgorligi milodiy 1-asrlardayoq mustahkam boshqaruv tizimi, ya'ni qarorgoh, ark va aholi yashaydigan qism Shahristondan iborat shahar bo'lgan. 9-12 asrlarda shahar rivojlanib, Banokat nomi bilan mashhur bo'lgan va shu nom bilan tangalar ham zarb qilingan. Mo'g'ullar davrida vayron etilgach, Amir Temur davrida qayta tiklanib, Shohruqiya nomini olgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 18-asrlarga kelib yodgorlik yana xarobaga aylangan. Ushbu shahar o'z vaqtida janubdan Toshkent vohasiga kirib kelinadigan karvon yo'lini va Turonning shimoliy o'lkalari nazorat qilinadigan
Qo'rg'on shahar vazifasini bajargan. Shaharning o'sha davr aholisi orasidagi savdogar yoki amaldorlar bu topilgan tangalarning egasi bo'lishi ehtimoli mavjud. 100 dan ortiq o'zbekistonlik ishlash uchun Qozog'istonga jo'natildi. Yurtdoshlarimizni xorijda bandligini ta'minlash maqsadida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ko'plab salohiyatli ish beruvchi kompaniyalar va vakolatli tashkilotlar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ma'lum qildi. Ushbu muzokaralar natijasida erishilgan kelishuvlarga muvofiq chet elda ishlash istagida bo'lgan yurtdoshlarimiz qurilish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish kabi sohalariga ishga jalb etilmoqda. Yaqinda Qoraqalpog'iston Respublikasidan 118 nafar fuqaro Dovud Ota chegara posti orqali yirik qurilish obyektlarida belgilangan epidemiologik talablarga rioya qilgan holda ishlash uchun Qozog'iston Respublikasining Aktau shahriga tashkillashtirilgan holda jo'nab ketdi. Fuqarolarga xorijda ishlash davrida qiyin hayotiy vaziyatga tushib qolgan vaqtda huquqiy yordam ko'rsatishga yo'naltirilgan tarqatma materiallar berildi. Shahrisabzdagi Oqsaroy majmuasiga kirish pulli bo'ldi. Shahrisabz davlat muzey qo'riqxonasi bosh direktori Nabi Xushvaqov ijtimoiy tarmoqlarda Oqsaroy majmuasiga kirish uchun pul talab qilinayotgani, bu pullar qonuniy asosda olinayotganiga shubha uyg'onayotgani haqida tarqalgan xabarlarga oydinlik kiritdi. Ma'lum qilinishicha, butun dunyoda mavjud tajribaga ko'ra, Samarqand, Xiva, Buxoroda ham har bitta tarixiy yodgorlik muzey qo'riqxona tarkibiga kirgan va albatta pullik xizmat ko'rsatiladi. Sayohatchilardan tushgan pulning 50% Respublika madaniy meros departamentiga ketadi. Qolgan 50% tarixiy madaniy meros obyektlarini ta'mirlash uchun muzey qo'riqxona hisob raqamida qoladi. Ta'kidlanishicha, ushbu pullarning biror so'mini ham muzey xodimiga mukofot tarzida yoki oylik maoshiga ustama tarzida qo'shib berib bo'lmaydi. Biz ham xuddi mana shunday respublikadagi boshqa davlat muzey qo'riqxonalari kabi ishlayapmiz. O'zingiz o'ylab ko'ring, Samarqanddagi Registon, Bibixonim maqbarasi yoki Go'ri Amir daxmasiga bepul kirib bo'lmaydi-ku, deydi Nabi Xushvaqov. Xushvaqovning ta'kidlashicha, Shahrisabzda faqat muzey qo'riqxonaga kirish uchun pul to'lanadi. Bu pul evaziga ekskursiya xizmati ko'rsatiladi. Masalan, bitta guruh 3 kishidan 15 kishigacha bo'lishi mumkin. Shunday guruhga 45 minutlik madaniy servis xizmati ko'rsatish narxi 10 ming so'm. Bu 10 ming so'm muzey xodimi cho'ntagiga tushmaydi. U kassaga to'lanib, muzey hisob raqamiga tushadi va moddiy texnika bazasini mustahkamlash uchun sarflanadi. Bundan tashqari, bizda har oyning 1-yakshanbasida barcha fuqarolar uchun muzey qo'riqxonaga kirish bepul. Talabalar va o'quvchilar 2 ming so'm, kattalar 3 ming so'm to'lashadi xolos. Chet ellik fuqarolar 3 AQSh dollari to'lashadi, deydi muzey qo'riqxona direktori. Qayd etilishicha, Samarqand darvozasidan kirish joyida kelin-kuyovlardan Shahrisabz obodonlashtirish departamenti 152 ming so'm pul oladi. Nabi Xushvaqov bu pullar nima sababdan olinishini bilmasligini aytgan. Odatda bunday obyektlarga madaniy servis xizmati ko'rsatilishi uchun pul olinadi. Shahrisabz obodonlashtirish departamenti qanaqa madaniy servis xizmati ko'rsatyapti, buni ham bilmayman. Chunki u bizga aloqador tashkilot emas, Madaniyat vazirligiga qaramaydi. Ana shu holat ham sayohatchilarni chalg'itayapti, deya oydinlik kiritadi u.